Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar, obunachilar. Hop, hozirgi tayyorlanadigan kombaynlarimizni 4 tasi tayyor bo'lyapti, yasalyapti. Shulardan bitta video qilib sizlarga tashlab beraman. YouTubega joylab qo'yaman, ko'rasizlar. Hop, 3 tasi o'zi ag'daradigan, bittasi ag'darmaydigan bo'lyapti. O'sha klientimizni talabiga qarab tayyorlab beryapmiz. Hammasini narxini kelishgan holatda qilib beryapmiz. Hop. Materiallarda, ketadigan ishlarda bir ko'rib qo'yasizlar. Xo'p. 22 lik prutlar ichiga qo'yiladi, 76 lik birovoy, tashqarisi 10 cm. Ichiga o'qqa ishlatiladi. Bunkerlari bunisi $11,000 stanokniki, bulari arzonroqlardiki, bular 9,000 likniki, bittasi sal arzonroq $5,000 sababi u o'z yerdan olmaydigan holatda bo'ladi. Mana materiallar, ishlar chekkasiga aylantirib profil qadab qo'yapmiz, sababi haligi vanna berib yuk ko'targanda qovun bo'lib qiyshayib qolmasligi uchun. Mana shogird hozir shu yoqda tekkizib chiqibdi. Yangi les, qalinligi 300 tenka. Chiroyli qilib porlab berib qo'yamiz. Ventilatorlarimiz yana keldi. Ikkita qo'shildi, yana bunga ikkita qo'shiladi. Ishlatilmagan yangi ventilatorlar yana ikkita bor. Ular ishlatilgan bo'lsa ham holati yaxshilaridan qimmatroq olganmiz. Setkalarimiz mana 3 ta setkamiz, bu og'ziga qo'polari. Mana materiallar chiqarilyapti, kombaynga tayyorlanyapti. Bugun xudo xolasa, bugun emas ertaga xudo xolasa ikkita kombaynimiz mostga o'tiradi. Bularni 3 ta mana shu uchalasi tayyor bo'ladigan Samarqandga, u naryoqda tayyor bo'ladigan bittasi Toshkentga, Oqqo'rg'onga ketadi. Listlarimiz qalinligi shu standart o'zi, qalinligi 1 cm, bular 1200 liklarga 1 cm 2 mm. Bular o'sha o'z yerdan oladigan, bu ikkovi o'z yerdan olmaydigan holatda bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, shu fasol chiqaradigan kombayn izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'ysizlar. Bularning narxi 11,000-13,000 gacha. O'z yerdan olmaydigan prosta kombaynlarning narxi 50 million so'mdan arzonlashi ham mumkin, qimmatlashi ham mumkin. Har xil variantdagisidan tayyorlab beraveramiz.